Hürmetli radio anlayışlar, Maralbişidagi Vanqa kiyim-kechak fabrikasiga ishchilarni yo'llagan bir kanat kadrining oshkorlashicha, aslida ishchilar bu fabrikaga o'zlari o'qiyotgan maktab tarafidan avatilgan. Deyilishicha, Vanqa kiyim-kechak fabrikasiga 2017-yili Yakan 2-kasbiy o'rta maktabdan 90 nafar o'quvchi yetkazib kelingan. Bu 2-kasbiy maktab deganimiz shu kasbiy o'rta maktabmi? Şu en başta yol sağınanlar şu qanchalik bola, şu qanchalik o'quvchi şu maktabdan? 90 tane bolana. 90. Sizning şu en oxirgi qitim tekshirish bergan vaqtingizda şu qanchalik bola qolib tushadi? Şu 90 boladan şu qolgani bir 64 bola var, kelgan layıqni kelgan bola. Yötkeş maktab rahbarlari bilan fabrika orasida tuzilgan noma'lum bir to'xtamga asosan bo'lgan. O zavod Jobaysil degan zavod ash kasbiy maktabning bir parchasimi, ayrimmi o zavod? Zavod bir ayrim aşu işlerden çıkıp başkan kandidat zavodlar. An aşu bu maktab aşan şu Bu to'xtamning mazmunida bu ishchilar o'zimi, ota-onasimi xabarlantirilmagan. Aralarında o'zaro tuzgan bir to'xtam bormi, yo'qmi? Qo'l qo'ygan ashar ishlayotganga. to'xtam aşu hocam oldu başlanadırlar aşu. Bunlar aşu. Ben mesulden bizga to'xtamışı payda zavod qo'ydi. Bu zavoddan bu ishchilar har kuni uyga qaytib kelamdi yoki haftada birmi? 2017'de to'xtamdan oldu afada şu 3 oyda 40 oyda bir akıllı iştik etarsa. Kanat kadrlar bu o'quvchilarning ota-onasini qoyil qilishga mas'ul bo'lgan bo'lsa, fabrika va maktab tarafdan yollangan Tursungul Mamtimin ismli biri o'quvchilarni fabrikada tutib turishga mas'ul bo'lgan. Tursungul Mamtimin bu zavodning adımimi, bu maktabning adımimi yoki ishga tang ishlamdi? Bu ayağım tabii hazırcını bölürken de mektepten ikinci katlı mektepten çocuğunu talep kılıp bu ayağımla mektepten talep kılıp etçiga ayağımga var. O ayağının vazifesi ne mi ki? Mektepte ders ödürge ayağım mı ki? Vazifesi ne mi ki o ayağının? Ya ders ödürmeyken aşağı zavutta başka bir ayağımga. Tursungul Mamtiminning maaşı 20 maktab tarafdan, 20 fabrika tarafidan berilgan. Mektepten 3000 koy bitkan, zavutun 3000 koy bitkan, mektepten zavutun bilan 6000 koy akal dolarını başka bitkan bitken. Ma'lum bo'lishicha, fabrika bilan maktab orasidagi to'xtam Qurbonjon ismli bir mudir tarafidan imzolangan. Siz ko'rgan shu to'xtamda kimning imzosi bor? Kim qo'l qo'ygan? İkinci katlı mektepten Qurbonjon Sho'ja, Tursul Sho'ja chiqdi. Biz Vanqa shirkati bilan maktab orasida tuzilgan to'xtamning mazmunini oydinlashtirish uchun mazkur maktab rahbarlariga telefon qildik. Telefonimiz ilinmagandan keyin bu maktabni boshqarayotgan Noillik ma'rif idorasiga telefon qildik. 合同的详细内容。领导，你要问哪方面的问题，我找一个清楚情况的给你来讲，好吗？我问的是这个提拔的一个信息，不需要而且你看我的口音特别重，你的口音也特别重，我们沟通起来特别困难，我们找一个这样好沟通的人沟通好吗？那就给我你们秘书局长的电话号码，我直接跟他联系。讲了一个呀，203201呀，你打这个。Ey. Ha bu Yakan aylık ma'rif idorasimi? Ha. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Ya biz sizlar bu Maralbeshidagi Vanqa kiyim-kechak zavodiga avatgan o'quvchilarning bu qanday shartlar bilan yo'lga solgan mushaqti bir uchur olayli degan. Bu shularning soni qancha? Shu bidarsizlar aloqalashib so'rasanglar bo'ladi. Bu o'quvchilar chidamay shu zavoddan bir qichib ketgan ahvol bor edi, to'g'rimi? Vaqt tushuncha beramaymiz. Aloqador idora boshlig'i bu to'xtamning davlat maxfiyatligiga yotirganligini va mazkur ishchilarning navbatdagi ahvolidan o'zining xabardor ekanligini bayon qilish orqali maktabning mazkur o'quvchilarni fabrikaga majburiy o'tkazib berayotganligini dalilladi. Unda shu ikkinchi kasbiy o'rta maktab bilan bu Vanqa shirkatining orasida tuzilgan bir to'xtam borki, shu to'xtamning mazmunidan sizning xabaringiz bormi? Mush bir idora boshliq bo'lib chiqdingiz bilan. Albatta, bu biz xabarimiz bor, lekin bu maxfiyatlik sir qashqarlash qolmaysizmi? Biz bunga oldira bilmaymiz. Vanqa kiyim-kechak fabrikasining amalli xodimi fabrika bilan maktab orasida bir maxfiy kelishim borligini dalilladi. O Tursunguldan shu ig'izni buzib gap qildi deb shikoyat qildi bu ishchilar, shunaqmi? Ha, shunday. Ig'izni buzib boysiz degandan boshqa yana qanday ig'izni buzib gap qildi ekan? Yana bizning o'zimiz uchliq Tursungul Mamtiminga shunday ishchilarning o'sa tilisi bo'ladigan huquq berilgan, aniq shunday yozilmasmi? Ashuna bir mazmun bormi to'xtamda? Unda deb ketdim bo'lmaydi. Asos maqsadim shuni yig'ib, dars ashu nimani o'rgatishlar bo'lgan, ashular suhbatlashgan gap. Qanday qiyinchiliklar bor, qanday hal qilinmagan masala bor, qanday planing bor, nisbatan qanday plan degan gapni adingiz men deyman. Shu zavodning maktab bilan to'xtamida bu o'qishchilar ishdan ayrilsa, qo'radan chiqib ketsa bo'lmaydi degan mazmun bormi? Uni
men oshkorlasam bo'lmaydi. Hürmetli radio anlaşılar. Yukarıda Vanxa kiyim fabrikasida majbur ishga silinayotgan Uyg'ur qizlarining aslida yakan ikkinchi kasbiy o'rta maktab o'quvchilari ekanligi va o'zlarining roziligisiz maktab tarafidan fabrikaga maxfiy bir to'xtam bilan o'tkazib berilganligi haqida anglatish berdik.